Bu 77-sonli nurli maskan. Bu qanaqa joy deydigan bo'lsanglar, bu ko'rishga qiynaladiganlar, asosan ko'zi ojizlar, maktab va shunga aloqador maskan. Nafaqat yoshlar, balkim yoshi katta ko'zi ojiz insonlar ham bu yoqqa keladi. Ya'ni ko'p ishi tushadigan joy demoqchiman Toshkent shahridagi. Va bu yerda mana bunaqa qulaylik qilib qo'yilgan. Mana masjiddan bemalol ularni bilasizlar, qo'llarida hassa chaligi bo'ladi, bunday qilib yo'l topib yurishadi. Shu qulaylik qilib qo'yilgan va shu qulaylik bilan bunday chiqishadi, deyman bu yerdan. Bunday chiqishadi. Bunday chapga qaylishadi. Mana ko'rasizlarmi, yo'l davom etyapti. Mana ketishyapti-da. Mana bu yerda endi mana bu bor. Mayli ozgina urilib ketishar, lekin hech narsa qilmaydi. U yog'iga davom etishsa bo'ladi. Ketishadi, shunaqa qilib, ha, Toshkent zo'r deb baribir qulaylik qilib qo'yishgan deyshadi-da. Yurib turib mana bunga bang etib urilishadi, to'g'rimi? Hozir 69-maktabning oldida bu. Bizani menimcha hokimlar yoki mana shunaqa sohaga aloqador insonlar bu videoni ko'rsa, daraxtni kesish kerak ekan deb o'ylashligi mumkin. Yo'q, daraxtni kesish kerak emas. Mana masjiddan yo'l qilish kerak hech bo'lmasa. Mana masjiddan ko'ryapsizlarmi? Shu yo'l bo'sh. Mana bu itga kerak emas panjarani olib tashab. Daraxtlarni chopish kerak emas. O'zi shundoq ham havoni qaranglar, chang bo'lib yotganini. Bu videoni nimaga olaman? Bir marta emas, 2 marta emas, bir 100 marta shu yo'l bilan chiqishgan. Eng qizig'i nima bilasizlarmi? Bu yo'l hozir mana masjiddan bu yoqqa qaylyapti. Mayli, amallab shu yerdan ham o'tib oldi deylu. Ketaveradi deb shu yerda o'zida yo'l tugab qoladi. Endi bir umr shu yerda turish kerakmi? Mana bu yoqda hech bo'lmasa piyodalar o'tish joyi qilib qo'ygandir. Hech narsa yo'q. Mana bunaqa mashinalar bosib yotibdi.